Podvali bilan 500 kvadrat 2 qavatli imorat quradigan bo'lsam, beton markasi podushka uchun necha bo'lish kerak? 250 marka yetadi. Fundament uchun, Fundament uchun ham 250 marka. kolonna uchun, Kolonna uchun 250-300. rigel uchun, Rigelli masofasi uzoq bo'ladigan bo'lsa, ehtiyotchat 300 marka olganingiz yaxshi. armatura sechenasi podushka uchun necha bo'lish kerak? 12 yoki 14. Fundament uchun, Fundament uchun endi bu yerda moment bo'ladi. Agar tashqaridan qanaqadir nagruzka bo'ladigan bo'lsa, 12-14 li armatura ishlatsa bo'ladi. Lekin men ko'p holatlarda nagruzka bo'lmagan joyga fundamentga armatura qo'shmayman. kolonna uchun, Kolonna uchun imoratning katta kichikligiga bog'liq va imoratning qavatini balandligiga bog'liq. Yo'q deganda sechena kamroq holatda bo'ladigan bo'lsa, 16 li armaturadan 8 ta bersangiz ma'qul bo'ladi. rigel uchun necha bo'lish kerak? Rigel uchun armaturaning sechenasi bu rigelning uzunligiga bog'liq bo'ladi. Rigelimizdan uzunligi 5 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, 16 li 18 li ishlatsak bemalol bo'ladi. Lekin 6 metrdan uzun bo'ladigan bo'lsa, bu yerda rigelning balandligi ham, eni ham oshadi. Ana o'shaning hisobiga kamida 20 li armatura 8 qador tashlash kerak bo'ladi.